Navbatdagi buyurtmamizda Xudo xolisa yangi oshxona uchun shu yerga qo'rqinli shkaf qo'yamiz. Shu yerda mumkin. Golden House yangi turar joylarimiz. Shu yerga oshxona mebelini yig'ib beramiz. Bitgandan keyin yana videolarni qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana biz navbatdagi obyektimiz tayyor bo'ldi. Oshxona mebeli qilib berdik bu xonadonimizga. Hop. Bu oshxona mebelimiz bu yoq tarafi katonli xonasi. Katonli xona tushirdik bu yerga. Gaz plita tushgan, telar tortmali. Ular bitishga o'rnatib berganmiz. Bu yoqda alohida polkali joyimiz bor. Bu yoq tarafimizda teglari hammasi polkali. Bitta mo'ykamiz tushgan. Bu yoq tarafga penal tushdi. Mikrovolnovka, duxovka, xolodilnik joyi. Ichki xonalari bo'lingan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar bemalol. Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi xonadonimizning mebellari tayyor bo'ldi. Bu xonadonimizga spalniya qilib berdik. Hop, shkaf bu yoqda. Shkafimizda 120 ga 270 bo'lgan, kupeli, tepasi antirsolli. Ikkita yonida ikkita tumbasi bor, noshkali oyoqlari. Kravatimizda orqa tarafi mягкий, 180 ga 210 matrasga mo'ljallangan. Hop, bu yoqqa tosh oyna qilib berdik. Hop, bu xonadonimizda yana qilib bergan ishlarimizni kirurishga, prixoshga qilib berganmiz. Teglari oyoq kiyim qo'yishga. Hop, buni ochiladi. Ochilib, ichida shitimiz bor. Narsalar qo'ysa ham bo'ladi. Davom etamiz. Yana bu xonadonimizda qilib bergan ishlarimizdan bitta TV qilib berdik, televizor uchun. Keyin bu yoqda oshxona mebel qilib berganmiz. Oshxona mebel. Hop, bu katonli zonamiz. Gaz plita, telar tortma. Tepalarni bitishini qo'yganmiz. Bu yoq tarafda mo'ykamiz tushgan, o'rtaga, derazani ro'parasiga, bu yoqda penal, duxovka, mikrovolnovka, bu yoqda xolodilnik o'rni. Sizlarga ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Menga rahmat.